joyga mushundaq parnak qilsan deb bangjangni to'rt ko'ydan. Yog'och tashni o'zimiz kesib, yo'qlarimiz setib olib, mushundaq qilish orqali men dodi parnikiga 400 necha qo'y berdim. Dodining yotgan parnikiga. Ma parnikka 9 qo'y buni keltirdi. 1300 qo'y. Bizning endi mushu Qashqa viloyatining qo'l yerda hech şey ko'tarilgan bo'lsa-mu, bizning mushu Yansanasining yeshil ko'tarilmay, hech şeyga 1 yillik emgakka 700 qo'y to'ladim. Shuning bilan 2000 qo'ydan ortiq pul to'ladim. 2000 qo'ydan ortiq pul to'ladim. Ammo parnekdan endi suget appaga vaqtda 10 kilo parnekdan nima jangdo appasak, buning 3 kilosini uzunken, 3 kilosini qisqiken, 3 kilosi semizken, 3 kilosi uruqken deb men geldim qaz qilib qo'yib, appagan motoning meni ziyon tatib, yenib kelganlikdan men bu yurak so'zimni da'vataman. Men bu yil tatgan ziyon ma yaning iyisiga teqi 3000 yerga 150 kun unutilmayman. Shuning bilan 2000 150 kun 2000 ko'ydek mablag' saldim. 2 ko'yliq 2 mo'jillik jangdu satmadim. Yana cazgo qilishi deb buğday teriyga yana cazgo arib deb uningdan 10 ko'y qo'g'in satamadiq. U qo'naq qo'l suchir ketgan qo'g'in alol tushib ketgan. O qo'g'inda bir mo'chalik qo'g'in satamay, uning ketgan yog'och endi uni mening yerim butun ishni oldi yog'ochqa mendan ketgan yog'och tosh endi 60 tip ketadi. 60 tip terek 5 yil turib qolsa 100 ko'ydan 6000 ko'y. Bulutya. Bunu partiya hükümet müşün o'ylashib, biz xalqning holimizni nima bir so'rab qo'yishini umid qilaman. Ammo yana bizning kadrlar amida oldiga yekese hammaning oldida. Amanda jangdu qilib, menda ammaydigan mushunda jangduni teriydigan vaqtda birsi bir pun jangdu qilmaydi. Hammani bizni o'tqa ishitib qo'yib, nim bo'lsang sen bo'l. Men o'ssamlar xalqning bo'lsin, mayligo, mana bu siz mendeklarning payligo deb bizni mushundaq patqaq paturib qo'yib, o'zi pismag'zi kulib, uyda o'ynaydi. Buni ham shu xalq hukumatining o'ylashib ko'rib, buni so'rashini men umid qilaman. So'zlab qolsam gapto'la. O'zimni to'xtatmayman. Naqchilik derdida kechisi uxlamayman. Uchrab qo'ya. Ne gidi? Qo'lim sağlam qo'lim. Sen neç pullik? Men. Sen bu jangdu satdingmi, neç pul kam qilding? Jangdu satdim. Jangdudan 20 kilo jangdu go'sht olib bordim. Jidel go'shtni ichida. Jangduni birisini uzun, birisini qisqa tashlab, olib jangdu bag'an nimaga qo'saq qilma, tamoq yemay, ajrab keldik. Satgan jangduga bergan Taldır aşnika ayna bir pul yok. Kurtalmak pede pulunu Allah desek. Pulunu Allah desek bir pul. Berdiğe yan tapamadık. Candırımızın satamadık. Satan canlı ziyan çıktı dedi. Muşunda satan canlı emeli canlı taldır aynika muşun saklap. Hem de hükümet birini dep koya da muşunda yattı koydu. Bize barımızda kolumuz kısa. Diyen şunu haberini alsak bek yaxşı ya. Ahırda hem oyunmuş bir kışkırtçılık yap. Hem de bu cangdu kıl dedik. Bu cangdunu 8 koydan alıdı dedik. Kim alıdı? Bu ne yapmaz alıdı? Bu ne yapmış gerek bu cangdunu? Bu ne? Hem de yıllardan buyon dihalı terimigan. Az yerdemde seyda diyorlar ya. Şehir içileri terigan. Kilo 8 koy 5 koy çıkan bilen. Hem de dihan terbiyesi ya. Bu jangduni kim alıdı? Bunu şu manda terigan bilen oluduğu ya ne diye? Bunu dihan bu bazağa içirip bu jangduni elip yemeydiğin bolsa, ma sesimçilik olap ketedi o degenden niçin oylamaydı bu xalq partiyinin kadrları.
Ha biz muşunda seriqchi meldan aciz dehqon bo'lgan ekan, ishik nima? Ha bir ko'rik salsa put chirketsa, ikki jihatdan mangmayda ko'tarib o'tkazib o'tdi ekan, yetib oladi. Biz putimiz chirketsa amal yo'q. Ziyon tortib kelsak amal yo'q. Yana hozir meni yana jangdo qilsa, ha ma jangdoni elib o'tib, yana mushunda jangdo qilsa dedi. Men buda jangdo qilsam, qanday jangdo qilaman? Ya besha osmonga put yegi jangdo qilamanmi? Ya u jangdo mushunda jangdo bo'lamdi. Buni kim oladi yana? Demak, yana mushun jangdo qilsa desa, biz endi tayliq, endi hozir chalulak bo'ldim, tayliq o'l. Deganimi bu bizning tövbendi kadrlarning nima uchun partiyaning yuqur tashkilining partiya hukumatimizning deganini qilmaydi. Xalqning vakillik qilishda xalq birinchi ommaning tut manfaatiga vakillik qilish. Tut manfaatiga vakillik qilish, mushunda vakillik qilib, mushunda ommaydigan bir ishni teritib, mushunda hangning liviga bir bizning uyda ishlab, bizdan zerikkan bo'lsa, zerik tutmasa bo'lmadi bu tövbe tashkilining kadrlari. Biz nima bo'lgan edim? Dehqon degan nerimiz xonga o'xshaydi bizning. Qulga o'zgarib qoldik. Qildigini o'zimiz qilmasligini qilamisak. Ay nima og'ziga kelsa shuni qil dedi. Qo'g'in tere dedi, qo'g'indan degan chiqdi. Bu kesib ketgan terek g'ol. Albatta bu muxbirlar haqni naq yozgan muxbirlar bu to'kamo mashina chiqib yansaga bormaydi. Zaten ammamdan nima uchun mishak kelib, mushunda xalqning og'izlarini anglab, ay haqni haq Nayak dese bulmamda. Hepsi şu en ahırda kütüdüğün ümidim. Yan sanayilik halk hükümeti. Vilayet halk hükümeti muş işlerini oylap. Muş dihannın ki muş evalını bir kilip sorap. Hal nereden neye gidecek? Nim için bunu sekreter dağıtacağım? Sunacağım. Ama tüvendik bu kadrını neymiş kılmaydı faydalı iş olsa yana böyle üz kılış gerek. Üz kılıp bana men mi kıldım? Sen kılayım hani. Ama bunda fayda çıkıdı demeydi. Ay ziyan çıkışını bilip durup andan bu patkak öz batmay bizni patırıp koydu. Şuna buna xalq hükümeti bir oylaşıp bizning şu xalqning ağızlarını bir anlap koymasa endi bizmo endi buyda kundan kunga qarab endi hammadan xo'jin ko'tarib mansa xo'shulam desam ma töbenin kadrlarini tutmayman. Nima uchun tili bilan dili bir emas? Albatta Jongyangdan dehqonlarni Allohga yetkizinglar. Quruq chiqimini ko'tarib o'tinglar deydi. Bizni apirib yotgan panni qilamiz deb mangib to'yizga ko'ni qo'yib qo'ysa. Enekendan lapas panni qilamiz deb ekilib, xoshidan 9 ko'ni atib qo'ysa. Hamma yerda heshiyat yuksa bizning bu yerda tugimiz ya. 100 mo 50 mo yetirdi odam 10 pul heshiyat pul to'lamaydi. Mendek 10 mo 20 odam 700 ko'ni atib qo'ysa, 20 mo 20 odam 700 ko'tarilsa, 150 mo 200 mo beyni ajinda yana terayotgan. Mujda yo'g'on qo'shqo adamlarimiz bor. Ular ay suya qilib nechilimiz biz to'laydi. Endi hozir bu yildan boshlab suya qilib to'layapti-da. Mushunda nachar istilini zodi kelib to'zitib, qilib berishingni men umid qilaman. İlk bana kullansan. Şu 6 pun kelayamki. 6 pun ya hem sinamda ya xanamda. Ma ya dadamni ma tagnek xaqqa yegati xaq jigim koydun satdım anama. Parnegi qıpılap, xaşını yepip, jandını öndürüp sana jigim koydun sattım. Jandını özüm ündüdüm. Jigim koydun şu işillam sattım şunu tutuş için. Jigim koydun aldım. Jigim koydun. 8 koy aldım. 8 koy aldım. Sen bu muşparneki mi sinamay başqaça? Başqaça men ama. Neç pul meblag ketken tüpüge? Hemmizde xabaring bormi? Bunu tüpüge hamda Meblag'da biz almadık, yani murgu koydum pullarını başlıyor, dadı özü epeydi degene bundan. Meblag'da biz almadık, bunu yani uz koydum pul jig'ab, dadiden elib tutaş yetpeydi bu hal. Bizim turyak ne çekti gitken? Çıkan boyda. Ya, o çıkarmadı. Jimoya şu uz koydum pul aldı beyi. Jimoya elib şu dadıgan neç pul çıkamasını söyledim mege. Şöyle 200 moya olsa. 200 moya olsa kim koyacaklandı ki? Şöyle dedim. Bunu da sen neç pul prim kılardın? Sen özünden 500 koç ketken. Ben özümde 500 koç ketken. Kanka kaldın